Ayollar uchun juda ham foydasi katta bo'ladigan bir amal bor. Bir ayol aytadi: "Uyimning har bir xonasiga nom berdim. Zalga Allohu akbar kalimasini, yotoqxonaga la ilaha illalloh, oshxonani istig'for xonasi deb atadim. Qaysi xonaga tozalash uchun kirsam, atagan nomimga binoan tilimni o'sha zikr bilan mashg'ul qildim. Zalga kirganimda Allohu akbar derdim. Oshxonada to ishlarimni qilib bo'lgunimcha istig'for aytishga harakat qilardim. Men uyimni tozalarkanman, zikrlar bilan tilim namlanar, qalbim poklanardi. Ajib bir xotirjamlikni his qilardim. Mundoq bir o'ylab qarasam, uy ishlarini shundoq ham qilishim kerak. Lekin mana shu vazifalarni Allohning nomi bilan Allohni zikr etib bajarsam, har bir qiladigan ishimda savob va uylarda, xonalarda barakat bo'ladi. Mana shu ishlarni bajarar ekanman, barchasida Allohdan faqat savob umidida qildim. Boshqalarga ham tavsiya qilib qolardim. Chunki Allohni zikr qilingan joyda shayton hech qachon yaqinlashmaydi. U yerda doim farishtalar hozir bo'lib turadi. Va u yerda barakat hech qachon tugamaydi.